Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uğur Qurultayı 11 yanvar məxsus bayanat elan qılıb, bu yıl 5 ayda Germaniyanın Münxen şəhərində Şərq Türkistan Milli Görüşünün vəkillik orqanı hesablanğan Dünya Uğur Qurultayının qurulğanlığının 20 illigini zor köləmdə xatırlaş fəaliyyəti ötküzilganlığını elan qıldı. Qurultayının bu vaqtdagi bayonotida aynan mundaq deb ko'rsatildi. Dünya Uğur Qurultayı zamanında Muhaciratlik Uyghur Milli Hareketining yetakchi organlari hisoblangan Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston Milliy Qurultayı bilan Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayining birlashishi natijasida 2004-yili aprel Germaniyaning Münxen shahrida vujudga kelgan edi. 20 yillik bir tarixiy musofani boshdan kechirgan Dünya Uyg'ur Qurultayining bugungi kunda Sharq Turkiston milliy mujodilasining vakillik organi sifatida o'z xalqining ishonchiga hamda BDT, Yevropa İttifaqı va G'arb ellari boshliq nurg'un davlatlarning e'tirof qilishiga erishishi albatta behisob badallarning mas'ulidir. Tashkilotimiz bu 20 yilda talay qitimliq ig'ir davolg'ush ham siyosiy krizislarga, murakkab xalqaro vaziyatning turli besimlarga, Xitoy va boshqa dushman kuchlarning to'xtovsiz hujumlarga duch kelgan bo'lsa-mu, qat'iy tuzbukmas iroda bilan barliq to'solg'ularni yengib, kichiklikdan zo'rayib, ojizlikdan kuchayib, bugun xalqaroda tanilgan nopozliq bir tashkilot holiga keldi. Hamda bugun dunyoga kelganligining 20 yilligini kutib olish oldida turmoqda. Bugun Dünya Uğur Qurultayining qurilishi va taraqqiyot uchun zo'r hassalar qatgan ba'zi vatanparvar zotlarimiz biz bilan mangulik vidolashdi. Yana ba'zilari ikkinchi safga chekildi. Milliy davoyimizga hassalar qaytib kelgan bu tavarik ustozlarimizning ajriga tashakkurlarimizni bildirish, fidokor sabdoshlarimiz bilan kelajak haqida fikrlashish, jasoratlik izbosar avlodlarimizga milliy irodamiz haqida yana bir qatim dars berish va shundoqla Dünya Uğur Qurultayining 20 yillik musofasiga birga qarab chiqib, tajriba saboqlarini yakunlash maqsadida Dünya Uğur Qurultayining qurilishidan hozirgacha xizmat qilgan barliq rahbarlar, vakillar, qo'llovchilari va chet ellik do'stlarimizning ishtirok qilishi bilan 2024-yili 5-oyning 3-kunidan 5-kunigacha Münxenda Dünya Uğur Qurultayining qurilganligining 20 yilligini xotirlash murosimining o'tkazilishini qaror qildik. Biz Dünya Uğur Qurultayi qurilganligining 20 yilligini xotirlashni shu vajidan muhim bildikki, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulmlari taraq qilib, irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarildi. Millatimiz yo'qolish girdoviga yuzlandi. Xalqaro vaziyatdagi salbiy o'zgarishlar davoyimizga ig'ir xiris va besim paydo qildi. Bundaq bir zamonda Xitoy zulmiga tezroq xotim berish, Sharq Turkiston xalqining erkin ozodlik uchun yangi bir yo'l xaritasini sizib chiqish hamda tiximi zo'r jasorat bilan kurash qilishning moddiy va ma'naviy energiyasini yaratish navbatdagi ko'rishimizning jiddiy ehtiyojiga aylandi. Dünya Uğur Qurultayining tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Yangi yilning kirishi bilanla Qurultay raisi Dolqin Isa apandimning bevosita riyosatchiligida Qurultayning markaziy rahbarlarini asos qilgan maxsus Dünya Uğur Qurultayining 20 yilligini qutlash faoliyatiga tayyorlik qilish guruhi qurib chiqilganligini va tayyorlik xizmatlarining jiddiy holda boshlanganligini, mazkur tabriklash faoliyatiga Uyg'urlar yashayotgan 30 davlatdan Qurultayning sobiq raislaridan Erkin Alptekin, Robiya Qodirlarni o'z ichiga olgan 300 nafardan ortiq vakilning taklif qilinganligini ve aldığımızki bir qancha kun ichida taklifnomalarning yo'llanishga boshlanganligini ifoda qildi. Farhod Yo'rinqash apandimning bildirishicha, tabriklash murosimiga taklif qilingan aziz mehmonlar bo'lsa, Qurultayning qurg'uvchi a'zolari, Qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning asosli mas'ullari, Qurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, G'ulomiddin Ahmad Paxta, Ahmad Egambardi, Rahmatulloh Inoyatulloh Turkistoni qatorliqlarni o'z ichiga olgan milliy ustozlarimiz, Qurultayning navbatda vazifa o'tayotgan rahbarlari va sobiq rahbarlari, Qurultayni moddiy jihatdan izchil holda qo'llab kelayotgan vakil xarakterlik tijoratchilarimiz, Qurultayni ma'naviy jihatdan qo'llash va Qurultayning izzat hurmatini qo'g'dash uchun izchil holda fidokorlik ko'rsatib kelgan har soha zotlarimizning vakillari, o'z davlatlarida siyosiy jihatda muvaffaqiyatga erishgan Uyg'ur parlament a'zolari va diplomatlar 1933 va 1944 yillardagi ikki mustaqil jumhuriyatimizning qurilishida boshlamchilik rolini o'ynagan Muhammad Emin Bug'ra, Elixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, G'ani Botur, Abdurob Maqsum, Ziyo Samidi qatorliq bir qism liderlarimizning hayotdagi farzandlarining vakillari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Rasmiy taklifnoma topshirib olgan vakillarimiz agar Germaniyaga viza olishda qiyinchilik duch kelsa, darhol Qurultay markaziy ishxonasi bilan aloqalashsa bo'ladi.
Qurultay Germaniya Tashqi ishlar ministrligi va har qaysi ellardagi Germaniya elchixonalari orqali bu jihatdagi qiyinchiliklarni hal qilishga tirishadi. Jiddiy moddiy qiyinchiliklar tufaylidan taklif qildigan vakillarimizning sonini yanama ko'paytirish imkoniyatimiz bo'lmadi. Agar rasmiy taklifnoma topshirib ololmagan, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20 yilligini tabriklash murosimiga bevosita qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimizni qizg'in qarshi olamiz va ularning yemak masalasini o'z ustimizga olamiz. Ammo yotoq masalasini o'z hal qilishi kerak. Aloqalashuvchilar Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovuddin. Telefon nomeri 0049 176 10 38 27 64. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri va Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasining sekretari Erkin Zo'non. Telefon nomeri 0049 176 32 98 55 43. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun, ya'ni 12 yanvar kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizdan BDTda Xitoydan hisob so'raldigan 23 yanvar kuni Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan qatnashib berishni talab qildi. Qurultayning chaqiriqnomasida aynan mundaq deb ko'rsatildi. Oldi bilan Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yangi yilini qayta tabriklash bilan birga, ularni qurultayimiz tarafidan 2024-yili 1-oyning 23 kuni atdiganda Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishga qatnashib berishga chaqiramiz. Chet ellik kuzatuvchilar tarafidan Uyg'ur masalasi uchun intayin xalqiliq deb qaralgan BDT kishilik huquq kengashi yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat guruhining 45-navbatlik yig'ini chaqirilish oldida turgan bir paytda Xitoy hokimiyati o'zining vatanimizdagi jinoiy qilmishlarni oqlash uchun chet ellik qaratgan ta'tir tashviqotini va BDTdagi faoliyatlarini alohida kuchaytdi. Chunki BDT kishilik huquq kengashi yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat guruhining bu yil 1-oyning 22 kunidan 2-oyning 2 kunigacha Janvada chaqirilgan 45-navbatlik yig'ini jarayonida Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq vaziyati butunlay ko'zdan kechirildi. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı o'zining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan barliq irqiy qirg'inchilikni oqlash uchun bu navbatlik BDT yig'iniga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari, qo'rchoq amaldorlar va saxta guvohchilarni o'z ichiga olgan zo'r bir vakillar o'migini qatnashtirishga hozirlanmoqda. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq vaziyati umumyuzlik ko'zdan kechirildigan va Xitoydan hisob so'raldigan 1-oyning 23 kuni tushdan burun Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda birlashma namoyish o'tkazishni qaror qildi. Onundan boshqa namoyish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana BDT yig'ini boshlanadigan 22 yanvar kuni va Xitoydan hisob so'raldigan 23 yanvar kunlari BDT binosining oldidagi maydonda Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa fosh qilingan butun kunlik rasm ko'rgazmasi o'tkazadi. BDTning bu navbatlik halqiliq yig'inidan bir qancha oy burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi BDT kishilik huquq kengashiga Xitoyning vatanimizda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari tafsiliy bayon qilingan 25 moddalik doklad sunib, BDT kishilik huquq kengashi yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat guruhidan yig'in jarayonida vatanimizda ilib berayotgan jinoiy qilmishlar uchun Xitoydan hisob so'rashni talab qilgan edi. Onundan boshqa yana yig'in jarayonida qurultay tarafidan BDTda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi haqida axborot e'lon qilish va guvohlik yig'ini o'tkaziladi. Aziz qarindoshlar, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Xitoydan hisob so'raldigan BDTning bu navbatlik yig'ini mustabid Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlarini fosh qilish va milliy irodamizni qayta namoyon qilish uchun tarixiy bir fursatdan iborat. Uyg'ur millati hayot-mamotlik jon talashayotgan bu halqiliq minutlarda vatan uchun Xitoyga qarshi to'langan har bir zarra badalning qimmati bebahodir. Qarindoshlarimizning milliy, diniy, insoniy burchini ado qilish yo'lida bu kurash uchun bir ulush his qetishga aldiraydiganligiga ishonchimiz komil. Shuning uchun Yevropaning har qaysi ellarida, bo'libmi Shveysariyaga qo'shni bo'lgan ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning vatanda jiddiy irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan aziz xalqimizning turmalarda, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida jon bergan aziz shahidlarimizning ishki a'zolari so'kib ilinib, xalqaro organ bozorlarida halol a'zo deb oshkor setilayotgan igichoqsiz sonsizlagan xalqimizning haq hurmati uchun bir kunlik qimmatli vaqtini sarf qilib, 23 yanvar kuni atdiganda BDT binosining oldidagi maydonga kelib yig'ilishini orzu qilamiz. Pichoq so'ngakka yetdi, mardni maydonda sinaydigan payt keldi. 23 yanvar namoyish maydonining oldidan o'tadigan Xitoy vakillari o'mikiga sunmas milliy irodamizni va g'azab nafratimizni namoyon qilayli.
Bu qatimqi namoyish haqida yanama tafsiliy ma'lumotga erishishni xohlagan qarindoshlarimiz tovandikilar bilan bevosita aloqa qilsa bo'ladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Shveysariyadagi vakili, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay Ilhom. Telefon nomeri 0041 786 77 76 24. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sayya komitetining mudiri, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining bosh maslahatchisi Andili Qarxonli. Telefon nomeri 0041 787 95 47 07. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.